Barchalarga salom va bugungi videoda men shu kichkina orolchada vijvaniya qilishga harakat qilaman. Qani bilmasam ketdik. Oppa. Va nihoyat ham spawn bo'ldik. Mana endi birinchi mana shularni olish kerak. Ovqat muammosi shular bilan hal bo'ladi albatta. Qotishlar uchun albatta uzr so'rab qolaman. Oppa, bitta ana shu daraxt bor ekanmi, boshqa daraxt yo'qmi? Mushuklar ko'p ekan, lekin bitta golem ham yetadi bizga. Xo'sh, ovqatlarni birinchi o'rinda qo'yib chiqish kerak degandim, lekin sal keyinroq kerak bo'ladi. Hozircha bizda ovqat bor. Demak, birinchi o'rinda biz mana bu daraxtni chopib olamiz. Qani bo'lmasam ketdik. Oppa, bu yerda fakirlar ham bor ekan. Bitta hozircha yesa kerak dedim, lekin hammasini baribir qo'limga tushadi. Xo'sh. Va nihoyat men shu daraxtni chopib bo'ldim. Endi buni hamma yasasi to'kilib tushishini ko'ramiz. Birinchi o'rinda bitta mana shu uy bo'lsa ham shu uyni tozalash kerak. Chunki o'zim qaysi uyda yashayman, bu yo'q bo'lsa. Bular hammasi kerakmas narsalar. Shoshmang, menda hozir bitta g'oya bor. Birinchi men kirka yasab olay, keyin ularni chopib chiqaman. Osonroq bo'ladi-da, vaqt olgancha. Kirka ham tayyor. Endi bularni olib chiqamiz. Va mana shu yerda bitta minuslik bor, shuning mana bu yerga qo'yib qo'yamiz. Va endi men toshli aslahalarga o'tishim kerak. Va o'sha uchun mana shu yerdan, uyimning orqasidan bitta g'or kavlashga qaror qildim. Albatta mening esimda bir narsa chiqib qolibdi. Sizlarga ham shunday qilish kerak bo'lsa, mana ko'ringlar, hozir yo'riq qilaman. Esni qo'yasizlar va bu yerga night pasiziqcha vision. Mana shuni terasizlar va biqinidan 4 ta 9 qo'yasizlar va sizlarga cheksiz yo'riqlik dam-olasi beradi. Va bu bilan sizlar konlarga tushib, ko'rinmas bo'lgan ham uzoqqa turgan rudalarni ham ko'rib, kalab olishlaringiz mumkin. Albatta bu joyni skip qilib yuboraman, sizlar zerikmasliklaringiz uchun. Va bo'lmasam ketdim. Omadsizlik ro'y berdi. Shuncha joyni kalagandan keyin faqatgina ana shu yerga 2 blok qolgan payti kirkam sinib qoldi. Ha, mayli, nima ham deyardim. Endi toshli asalxariga o'tamiz. Birinchi o'rinda menga kirka kerak bo'ladi va topor daraxtlarni chopish uchun. Xo'sh, men hozir bitta sandiq yasab olsam ham yaxshi bo'lardi, chunki o'zimning narsalarimni o'shaning ichiga solib qo'yish uchun bitta sandiq va nonlarni yasab olib, ikkita pechga qo'yib va daraxtlarni olib boyaklarni ekishga harakat qilaman. Xo'sh, endi mana bu daraxt tushib bo'lgandir menimcha. Da, tushib o'tdi. Ikkita daraxt. Xo'p, juda ham yaxshi degan, bitta mana bu qolibdi. Va tugadi.
bu yerga bittasini ekib va bittasini nariyoqqa ekish kerak. Mana shu yer yetadi. Va endi men sandiqqa o'zimning narsalarimni solib temir kovlashga ketaman. Xo'p, temir kovlashga adashibman. Birinchi o'rinda mana bularni olib, keyin temir kovlashga o'tsam ham bo'laveradi. Oho, cho'chqalar menga yopishyapti. Obo, bitta chirilgan kartoshka tushibdi, uni yedim. Nima bo'lsa ham. Yo'q, o'lib qolmasam bo'lar edi demoqchi edim. O'lmadim. Albatta shularni bittama-bitta olib chiqish juda yoqimli. Ayniqsa qirs-qirs qilgan joylari. Yo'q. Xatolik bo'ldi. Yana bu xatoni takrorlamaslik uchun mana bularni olib pastga qo'yaman. Mana shunday bunisini ham. O'ziga kartoshka ekamiz. Kartoshka juda ham ko'p ekan menda. Va hamma narsa taq bo'ldi va kechqurun bo'lyapti. Ammo menda qo'y ham yo'q. Albatta, daraxt ham qolmadi shekilli. Xo'sh. Mana buni ham solib qo'ysak. Bu albatta eng zo'r yoqimli narsalardan biri bu quyosh botishini tomosha qilish. Bu juda ham chiroyli bo'ldi. Albatta shu joyda videoni tugatamiz. Sizlarga yoqqan bo'lsa bitta like va obuna so'rab qolaman. Ikkinchi qism chiqish uchun menga 100 ta like yig'salaringiz ham bo'ladi. Hammaga rahmat. Sizlar bilan Predator bo'ldi.